bizning hayotimizni intizomga solish uchun, bizning ruhiy ozuqimiz bo'lish uchun, bizni hayotdagi har xil qiyinchiliklar, ruhiy besimdan qutuldirish uchun farz qilingan bir ibodat. Shuning uchun hammamiz bundagi namozimizni bir tekshirib, namozimda xushu bormi? Buningga bir qarab, yuqorqi bash usulan namozimizdagi xushuni asli keltirishga tirishaylikki, namozimiz sahobalar huzur bo'lgandek bizga huzur bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xushallik manbasi bo'lgandek xushallik manbasi bo'lsin. Allah'ın rahmeti ve fazlilen bugün 40 hadis dersimizdenki 3. hadisini okuyumuz. Biz ötki haftadaki dersimizde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ınki İslam'ı düşündürgenliki, imanı düşündürgenliki, ihsanı düşündürgenliki hakkındaki hadisini okuyandık. İslam'ı ne de düşündürgen kaysının ayısıdır bu? Birincisi şehadet etiş, ikincisi namaz okuş, üçüncüsü zakat veriş, dördüncüsü hac kılış, beşincisi roza tutuş. Xo'sh, islom bo'lsa, jihadchi, rost gap qilishchi, go'zal axloqchi. Buni qanday tushunamiz? Islomni mushulam deb tushunsak, yana bir mushu ibodat qilam cheklab qo'ysak, boshqa ishlarni nim deb ataymiz? Bugungi hadisimiz buni tushuntiradi. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadislarining hammani jo'g'lab tushunmagan vaqtimizda, hamma hadislarni bir-biri bilan bog'lab tushunmagan vaqtimizda nurg'ulg'an zidliqlarga va yoki kemtik tushunchalarga ega bo'lib qolishimiz mumkin. Shunga mayli Qur'onni tushunaylik, mayli hadisni tushunaylik, hatto islomni tushunmoqchi bo'lsakmi, bir butun Qur'onni, bir butun hadisning hammasini bir yerga akab qolib turib tushunmasak, to'g'ri tushunchaga bulanmaymiz. Shuning uchun Imom Navoiy turk hadisining keyingilan maydisini keltirishining sababi islomni faqatlam ashu deb tushunib qolmasin. Bu bashi islomning nimasi ekanligini bilsin deganni tushuntirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Undan hadisimiz boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallohu anhuma qol. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallohu anhumadan naql qilindi. Dedi: Semi'tu Nabiy sallallahu alayhi ve sellem yaqul. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan anladım. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam deydi: Bunyal islamu ala khamsin. İslam 5 nas üstüge kuruldu. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Hakikaten Muhammed Allah'ın elçisi deb guahlık beriş ve iqamis salat, namazını turg'uzish ve itaiz zakat, zakat berish ve haccil beyt, hac qilish va savm Ramazan tutush, Ramazanning ro'zasini tutush, shu 5 narsa ustiga islom qurildi deydi. Hem dedisinki tushunchasi kelayli sharhisiga. Qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisning boshida buniyal islamu ala khamsin. İslam 5 narsa ustiga qurildi dedi. Buningda biz bir narsani ko'raylikmizki, biz ilgirki haftadagi darsda o'qigan darsimizda bo'lsin yoki bugun o'qigan darsimizda bo'lsin, islom yuqorqi 5 narsa ustiga quriladi. Unda bo'lsa islom bir binoga o'xshaydi. Binoning huli bo'lmasa, asosi bo'lmasa, va yoki bir daraxtning yiltizi bo'lmasa, u daraxt usalamdi, u daraxt hisoblanadi, mevbiramdi, aslo mevbamaydi. Unda bu ekan, yuqorida sanagan 5 narsa islomningki yiltizi bir binoga o'xshatsak, uning asosi. Bu narsa bo'lmaydi ekan, ya'ni shahodat la ilaha illalloh bo'lmaydi ekan, namoz bo'lmaydi ekan, zakat bo'lmaydi ekan, hac bo'lmaydi ekan, ya'ni shu 5 asos bo'lmaydi ekan, qilgan butun mayli yaxshiligimiz olsun, har qanday ishimiz olsun, bu huli yo'q binoga o'xshash haqiqiy puttirab turolmaydi degan gap. Demak, bu 5 asos islomningki yiltizi asosi. Xo'sh, unda bo'lsa, bu islomning 5 asosiga bir-birlab kelaylik. Islomning 5 asosining birinchisi qaysi? Shahadati alla ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish. Qaramoq bu jumla nihoyat oddiydek bilinadi. Biz har vaqt deymiz la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deymiz. Buni shahodat kelimasi deymiz, kalima tayyiba deb ataymiz, lekin bu so'z shunchalik bir cho'ng so'zki, bütün kainat mushu söz üçün yaratilgan. Biz insanlar mushu söz üçün yaratilgan. Allah subhanahu wa ta'ala bütün peygamberlerini mushu söz üçün evetken. Bütün kitaplarını mushu la ilahe illallah üçün evetken. Vahalanki biz bu la ilahe illallah'ın hakiki manasını düşünmeyi, dilimizin uçudulam yüzeki depmanga çıqa, hakiki bir şekilde imanın temin etyenmaqlıq. Böyle bakınla bizge okşaş la ilahe illallah dep koyduğun bozetti, bu muşukla dep kap işine kırıveretti. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam nurgulluğa hadiste kim ki la ilahe illallah dese cennet kirdidir. Biz cennet ekirtkan söz bu. Ama addi söz emez bu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam muşkilin kaşığı kelip la ilahe illallah danla cennet kirsizler degan vaqtda unimidi nimishqa uli eg'izlam deb qo'ygan gap emas bu. Bu bizning iddimizga ta'sir ko'rsatadi, qimmat qarshimizga ta'sir ko'rsatadi, yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan narsalarımizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni hayotimizga ta'sir ko'rsatadigan so'z bu. Shuning uchun u unimagan. Ammo biz bugungi kunimizda shu darajada saqlashdikki, Allohdan boshqa iloh yo'q deymiz, ammo qalbimizda boshqa narsalarni rozi qilish, boshqa narsalardan qo'rqish, boshqa narsalardan aymirishdan iborat nurg'ulg'an butlar bor. Amaliyotda la ilaha illalloh deganlik asli bu insonning bahosidan, insonning qo'rqinchidan, insonning ko'ziga qarashdan iborat bütün ruhiy iskanjalardan qutuldirib, haqiqiy hurlikka erishtiradigan bir so'z bu. La ilaha illallohning haqiqiy ma'nosini degan odam insonni rozi qilish uchun harakat qilmaydi. Çünkü o la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bunu neyge? Men razı kıladigan Allah'tan başka birisi yok. La ilahe illallah degen men ümit kitadigan, men xushal qilishni o'ylaydigan
Allohdan boshqasi yo'q degan gap asli. Asli la ilaha illalloh bizning qalbimizga singsa, bizning cho'ng bildig'inimiz, bizning umid kutganimiz, bizning qo'rqadiganimiz, umuman qandoq qara deydigan bu ko'z qarashimizning hammasi faqat va faqat Allohga quraymiz. Bu ishlarning hammasini. Ammo biz la ilaha illalloh Allohdan boshqa iloh yo'q deb qo'yib, falon nim deb qala, u nim deb qala, buni qilsam umun qandada deganga o'xshash qalbimiz Allohdan boshqa har qanday bir narsaga bog'lanib turadi ekan, biz haqiqiy shaklda la ilaha illalloh degan bo'lmaymiz. Chunki la ilaha illalloh degan gap Allohdan boshqa bir to'g'ri so'z qilguvchi yo'q. Alloh dedimi, dunyoning hammasi uning qarshisida qilgan bo'lsa, bu menga nisbatan qimmat yo'q. La ilaha illalloh degan vaqtimizda biz qimmat qarashimizni yangilgan bo'lamiz. Nimaga qimmat berishni yangilgan bo'lamiz? Alloh nimaga qimmat bergan bo'lsa, Allohning qimmat bergan narsadan boshqa hech bir qimmat berishga tegishli narsa yo'q degan bu narsani yangilgan bo'lamiz. Shundaqla la ilaha illalloh Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu jumla Allohdan boshqa uylanchimiz yo'q. Allohdan boshqa yordamchimiz yo'q. Qiyinchilik tushgan vaqtda bizni o qiyinchilikdan Allohdan boshqa qutuldiradigan birisi yo'q. Allohdan boshqa bizga bir rizq bergich yo'q degan bu aqidani bizga so'ndiradi. Biz bir insonga bog'lanib qolish va tamoq o'xshash butun ruhiy illatlarning hammasidan qutulgan bo'lamiz. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Bizga rizq beradigan, bizga yordam qila oladigan, bizga uylanchik bo'la oladigan faqat va faqat Allohdan bor. Unda bo'lgan ekan biz qalbimizni insonga emas, xo'jayinga emas, qilayotgan xizmatimizga emas, faqat Allohga bilan bog'laymiz. Shunga haqiqiy biz shaklda la ilaha illalloh desak, haqiqiy erkinlikni ta'min etamiz. Haqiqiy izzatni ta'min etamiz. Haqiqiy ruhiy ustunlikni ta'min etamiz. Chunki Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu jumla, Allohdan boshqa to'g'ri so'zni so'zlaguvchi yo'q. Allohdan boshqa to'g'ri hukmni chiqaruvchi yo'q. Allohning yo'lidan to'g'ri bir yo'l yo'q. Allohning hidoyatidan to'g'ri bir hidoyat yo'q degan narsani bizga bildiradi. Unda bo'lgan ekan bizni har xil tingilqashlar bizni ozdirolmaydi. Chunki la ilaha illalloh Qur'onda munda dedimi? Tamam. Allohdan boshqa to'g'ri so'zlaguvchi yo'q. Allohning hidoyatidanmi to'g'ri yo'q bir hidoyat yo'li yo'q. Chunki la ilaha illalloh mana shu haqiqiy ma'nosini degan vaqtimizda bizni har xil ruhiy qaymoqishlardan, tingilqashlardan qutuldiradi la ilaha illalloh. Amaliyotda biz la ilaha illalloh deb qo'yib, uning yo'li to'g'rimidi, buning yo'li to'g'rimidi, endi islomda undoq debdi, Alloh undoq debdi degan bo'lsak, biz la ilaha illalloh degan bo'lmaymiz biz. La ilaha illalloh qalbimizdagi eng to'g'ri so'zlaguvchi Alloh, eng kuchli yordam berguvchi Alloh, eng buyuk bo'lgani Alloh. Biz eng cho'ng bilishga tegishli bo'lganimiz Alloh, eng cho'ng hurmat qilishga tegishli bo'lganimiz Alloh. Unda bo'lgan ekan boshqa insonlarning hammasi bizga o'xshash inson. Mushu nuqta bilan degan vaqtimizda biz la ilaha illalloh degan vaqtimizda haqiqiy bir ruhiy ustunlikka, izzatga, o'zimizga bo'lgan ishonchga erişalaymiz. Ondan başqa Muhammed Allah'ın elçisi, yani şahadet kelimesinin ikinci parçası olsa, biz taklit qilishga tegishlik, ulgi ilishga tegishlik, doğrashga tegishlik, havas qilishga tegishlik biridan bir kishi Allah'ın elçisi Muhammed degan bo'ladi. Biz Muhammedur Rasulullah, Muhammed Allah'ın elçisi deb qo'yib, boshqa birsiga havas qilsak, boshqa bir boyga havas qilsak, yoki cho'ng bilsak, yoki bir futbolchiga havas qilsak yoshlar, yoki bir mushu dunyoda hatta yaxshi bo'lgan taqdirdami, yaxshi qilgan bir shaxsni havas bilib, cho'ng bo'lib kessak, vaqti biz Muhammedur Rasulullah degan bo'lmaymiz. Chunki Muhammedur Rasulullah degan gap Allohning elchisi Muhammad, men eng havas qiladigan kishi, men eng taqlid qiladigan kishi, mening o'lgam, mening namunam degan bo'ladi. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Allah'ın elçisinde güzel namunu ba, ülgü ba, yani havas qilishga tegishlik, ulgilishga tegishlik haqiqiy ulga Allohning elchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda degan. Xo'sh, bu nuqtadan biz la ilaha illallohni mana mush shaklda aytgan vaqtimizda uningdan keyin haqiqiy ma'nosiga yaqinlashgan bo'lamiz. Unda bo'lmaydi ekan, bizningki la ilaha illalloh degan bu shahodatimiz bir un alg'udan chiqqan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan farq olmaydi. Chunki un alg'udan chiqadi-ku la ilaha illallohni qo'ysak, kompyuterdan chiqadi-ku masala. Ammo bizda chiqsa, u bizning so'zimizga ta'sir qilishi kerak, so'zimizni o'zgartirish kerak, fikrimizni o'zgartirish kerak, qimmat qarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Biz Muhammedur Rasululloh desak, kiyim kechishimizni o'zgartirishimiz kerak, yurish turishimizni o'zgartirishimiz kerak, axloqimizni o'zgartirishimiz kerak, boshqalar bilan bo'lgan muomalamizni o'zgartirishimiz kerak, gap so'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, biz haqiqiy shaklda la ilaha illalloh degan bo'lmaymiz. Ya'ni la ilaha illalloh degan gap qalbimizdan insonning mulohisi, insonning bahosi, insonni rozi qilish, insondan kutish, har qanday butlarni chiqarib faqat Allohni urug'lashtirish deganlik, Muhammedur Rasululloh deganlik bo'lsa, biz o'rganadigan, biz ulgu oladigan, bizning o'qituvchimiz, namunamiz bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degan bu iddiani qalbimizga urug'lashtirish, mana bu shahodatningki haqiqiy ma'nosi. Biz mush shaklda degan vaqtimizda islomning ishikidan kirgan bo'lamiz. Bu islomningki bir darvozasi. Ondan keyin biz la ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh deb bo'lgandan keyin iqomus solat. Alloh taolo Qur'on-i Karimda aqimus solat degan. Hadisda iqomus solat dedi. Bu nima degan gap desanglar, namoz o'qinglar emas bu. Namozni
turg'izinglar degan gap. Namozni ado qilish emas, namozni turg'izish. Namozni ado qilish bilan namozni turg'izishning o'rtasida farq bor. Namoz ado qilish qanday bo'ldi? Xuddi bugun kunimiz sizlar bizlar o'qigan namozni ado qilish bu. Voy namoz vaqti kelibdi deymiz, namoz o'qiymiz, namozdan chiqamiz, ammo namozimiz bizni qanchalik yomon ishlardan to'siy oldi. Namozimiz bizning kayfiyatimizga qanchalik ta'sir qila oldi. Namozimiz bizni qanchalik rohatlantirdi. Buning qarab qolgan bo'lsak, afsuski, sahobalarga xushallik manbasi bo'lgan, sahobalarni huzurlantirgan namoz bizga bir yukdek. Mushkil shaklda bo'lib qilalik. Nimishqa biz namoz ado qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ammo namozni turg'izmayapmiz. Vaholanki islomning asosi bo'lgan buyruq nima? Namozni turg'izish. Sahobalar namoz o'qish orqali rahatlansa, biz namozdan bekorga vaqtda rahatlanib qolamiz ma'lesef. Xubda muhib bo'lsak, xuddi bir kunlik vazifani tugatgandek rahatlanib qolamiz. Vaholanki sahobalar eng qiyinchilik vaqtlari vaqtda namozga o'tiribdi. Charchab qolgan vaqtda namoz o'qiydi. Ammo biz-chi namoz o'qib bo'lib charchaymiz. Nima degan cho'ng farqi? Bu yerga farq nerdan chiqqan? Chunki ular namozda turg'izgan, biz bo'lsak namoz o'qiyotimiz. Dunyoda bizni baxtli qiladigan namoz namozda turg'izish. Oxiratda bizni qutuldirgan namoz namozni turg'izish, namoz o'qish emas. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda dedi: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un." Xushu bilan namoz o'quvchilar najot topdi dedi. Xushu bilan namoz o'qigan mu'minlar najot topdi. Xushu degan nima? Uyg'ur tilida ixcham shaklda tushuntirgach tursak, ya'ni hammasini o'z ichiga olmaydi. Sagaklik bilan namoz o'qigan kishi najot topdi. Unda bo'lsa, bu sagaklik bilan va yoki arab tilidagi so'zlarni ifodalasak, xushu bilan namoz o'qishgan qanday bo'ladi? Xushu bilan namoz o'qishda 3 shart tepilsa, o namozda xushu olgan bo'ladi. Birinchisi nima? Namozni davomli o'qish. Ikkinchisi vaqtida o'qish. Uchinchisi sagaklik bilan o'qish. Mana shunda o'qigan vaqtimizda namozda xushu olgan bo'ladi. Namozning vaqtini bilamiz. Ya'ni namozning 5 vaqti bor. Azan chiqqandan keyin namozni kechiktirmay o'qish, vaqtida o'qish bo'ladi. Endi davomli o'qish, buni bilamiz. Ya'ni ba'zi tashlab emas, davomli o'qish. Endi namozni sagaklik bilan o'qish qanday bo'ladi? Qanday qilib sagaklik bilan namoz o'qiymiz? Biz namozni sagaklik bilan o'qigan vaqtimizda namoz bizga xuddi sahobalar qanday huzur manbasi bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek xushallik manbasi bo'lgan bo'lsa, bizga shunday xushallik manbasi bo'ladi. Amaliyotda shunday kishilar bor jamiyatimizda. Namozni huzur oladigan, bu yosh cho'nglarimiz ashitadi. Anlarimiz olsun, sen bo'g'larimiz olsun. Namoz o'qisa bir xil huzur oladi. Ammo biz bugungi kunimizda namozning o'rni qarta tushunchimiz tuvan. Namozning qanchalik darajada muhimligini unutib qolyapmiz. Namoz aslida bizning hayotimizni intizomga solish uchun, bizning ruhiy uzuqimiz bo'lish uchun, bizni hayotdagi har xil qiyinchiliklar, ruhiy besimlarda, ruhiy besimdan qutuldirish uchun farz qilingan bir ibodat bu. Biz mana shunday sagaklik bilan Alloh taolo talab qilgandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buyurgandek namoz o'qisak, namoz bizning kayfiyatimizning doğrusi bo'ladi. Bugungi kunimizda hammadan nima ko'p? Ruhiy kasalliklar ko'p. Amaliyotda biz bu ruhiy kasallikning doğrusini haqiqiy ma'nosini o'qigan vaqtimizda namozni topa olamiz. Shunda bo'lsa, bu namoz bizning ruhimizning g'izosi bo'lish uchun, ruhiy kasallarimizga davo bo'lish uchun qanday qilib sagaklik bilan o'qiymiz? Buning uchun bir qancha usul bor. Birinchidan oldi bilan namozningki nima ekanligini bilishimiz kerak. Namoz insonning Robbi bilan qiladigan munojati aloqasi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vaqtida ochiq deb qo'ydi. Inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji robbah. Sizlarning biringlar namoz o'qigan vaqtda Robbi bilan munojat qilishadi deydi. Ya'ni Robbiga bir narsa deydi, Robbi uningga bir narsa deydi. Falyanzur kayfa yunaji. Qanday munojat qilib qarasin deydi. Endi o'ylab baqala. Pesham namoz vaqti bo'ladi, asr namoz vaqti bo'ladi. Qaysimiz bir namoz vaqti kelsa, men hozir Robbim bilan, Alloh bilan munojat qilyapman degan idea bilan o'qiymiz. Vaholanki unutilib ketdi. Shuning uchun buni esimizga ilishimiz kerak. Bugundan tortib, bu darsni anglaganda tortib, shunda bir o'qib baqala. Hozir olamlarningki butun koinotning yaratquchisi, butun ishlar qodir bo'lgan, bizni yaratgan, hammamizni yaratgan Alloh taololardan uchushiman degan idea bilan namozga o'tirib baqala, boshqa turamiz. Butun koinotning yaratquchisi emas, bir shirkatning mudiri va yoki bir yerga ish bajargilik kirsak, shu yerda biz oldida tursak qanday turamiz? Diqqatlantiramiz. Paranglashgan vaqtimizda har bir so'zimizga diqqat qilamiz. Endi o'qigan namozimizning ahvoliga bir qarab baqala. Namoz o'qiymiz, qalbimizda kamigan xiyol qolmaydi. Chiqarmagan hisobning hammasini namozda chiqaramiz. Nimishqa biz diqqat bilan o'qimag'achqa, sagaklik bilan o'qimag'achqa shayton bizga vasvasa qiladi. Hisoblanmagan hisobni namozda hisoblaymiz. Kamigan xiyollar namozda keladi. Amaliyotda ba'zanlar ilhom keladi deydi. Amaliyotda bu namozni shaytonga tashlab turib kelgan bir ilhom. Shayton bizning yeshanmagan hisoblarimizni, kamigan ilhomni namozda soladi. Chunki biz namozga bek ahamiyat bermagan bo'lg'achqa shayton namozda bizga vasvasa qiladi. Shuning uchun biz namoz o'qigan vaqtimizda men Alloh bilan hozir uchrashimman. Men alhamdulillahi robbil alamin degan vaqtimda Alloh taolo farishtalarga bandam menga Mediya o'qidi deydi. Ar-Rahmanir Rahim degan vaqtida ondan keyin Alloh taolo farishtalarga yana javob qaytaradi. Bu mushundaq shaklda Alloh bilan ilib berilgan bir munojat, bir dialog degan ideyalarni o'qib baqili. Ma'qul shaklda kelsak, biz normaldagi o'xshash, uy ichidagi kiyimlarimizdan har kun o'qimaymiz namozni. Ko'pinchimiz kechki bo'lsa, asmay bilan durust deb bilan fatvoga tayinib bilan namoz o'qiymiz. To'g'ri, durust, ammo namozdagi xushu yo'qolib ketadi. Namozdagi huzur yo'qolib ketadi. Shunga har vaqt namoz o'tirishdan ilgari men hozir Alloh bilan uchrashaman degan idea bilan mush shaklda o'qishimiz kerak. Masalan, namoz qilgan vaqtimizda Allohu akbar dedik. Allah hammadan büyük. Men hozir oldida turgan Allah hammadan büyük. G'amlarimdan büyük.
Men uçurgan qiyinchiliklardan büyük. Kelgüsümni ko'rmayotman hozir. Allah hammadan büyük. Men hozir shu Allohning oldida turyapman. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Qo'langan shaytondan panohlik tilayman. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allahның ismi bilan başlayman. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Allah, sana mediya oquyman. Er-rahmanir-rahim. Ya Allah, sen nəhayət şəfqətlik və mehriban. Maliki yevmiddin. Sen kıyamet gününün ilgisi. İyyâke na'budu. Sana ibadet kılımız ey Allah. Başkalık emez. Sana ibadet kılımız. Ve iyyâke nesta'in. Senden yardım soyumuz ey Allah. Bizden kalbimizde senden başkası yok ey Allah. Muş niyetlen bir okbaqılık. Namaz bizge başkaça huzur oldu. Muşaqda bir kitap görüp kaldım. O kitapta Muşaqdan ait kenar toxtalgan. Namazını oxuşulan oxuş haqqıda. Tövende biz oxuşulan oxuşun ki birincisini sözlüdük o. Muşu aşı kitapta sözlüdü. Şunun paydında bir qancha usullarını tövende sözleyimiz. Muşu usulunu özleştirgenden keyin vallahi ben namazda başkaça huzur aldım. Bunda ilgiri aldıraççılık o bu deb namazı ne kadar sil namozdagi xushuni ne kadar yo'qotib qo'yganligimizni his qildim. Shuning uchun sizlarga tavsiya bundagi namoz o'qisanglar. Birinchi qilib men hozir Allohning oldida turyapman. Maktab mudirining emas, xo'jayinning emas, Allohning oldida turyapman degan mush iddia bilan bir namozga kelib baqinglar, vaqtda ruhiy holatinglar boshqacha bo'ladi. Ikkinchisi, namoz o'qigan oyatlarimiz bo'lsin, zikrlarimiz bo'lsin, hammasining ma'nosini bilishga tirishish. Amaliyotda bu qiyin emas. Alhamdulillahi robbil alamin. Buni uyg'urish tarjimasi bor. Bir shiqatim ko'rayotgandan keyin buni bilalaymiz, arab tili bilmasakmi? Allohu akbar, bismillahirrohmanirrohim. Samiallohu liman hamida degan o'xshagan namozniki takbirlarda ve ondan başqa da o'qilgan bütün zikrlar var. Hammasining tarjimasini o'rganing. Buni o'rgangandan keyin sizlar namozni xushuk bilan o'qiy olasizlar. Chunki har bir gapning ma'nosini bildinglarmi? Ha, bu bunda degan gap ekan. Alloh buning qartan bundaq javob qaytar deb bilasizlar. Va shundaqlar masalan Alloh buyuk deb bir kunda necha qatim danglar? Allohu akbar. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Qalbingizga boshqa narsa kirmaydi. Başqa narsani cho'ng bilish kirmaydi. Samiallohu liman hamida. Qiyinchilik uchdiqmi? Alloh taolo bizni anglab turadi. Mediya qadamni anglab turadi. Subhan robbiyal a'la. Buyuk bo'lgan Alloh, pak Alloh. Alloh menga yordam qilmasmi? Musulmonlarga yordam qilmasmi? Qiyinchilikqa yordam qilmasmi? degan har xil xayollar keldi ya. Subhan robbiyal a'la. Alloh hammadan pak. Alloh taolo bizga yordam qiladi. Kallam kelgan har xil yomon gumonlardan pak Alloh subhanahu va taolo. Bu namoz bizni ajoyib paklaydi. Buning uchun ikkinchi qilib o'qigan zikrlarimizniki, ruku'dagi, sajdadagi zikrlarimizniki ma'nosini bilishga tirishimiz kerak. Ondan keyin namozdagi xushukninki ikkinchi sababini qilgan bo'lamiz. Uchinchisi namozni oldirmay o'qish. Temkinlik bilan o'qish. Namozni oldirib o'qib nega boramiz? Allohning huzurini oldirib tashlab nega boramiz? Biz birinchi bosqichni yaxshi qila olsak, ya'ni men hozir Allohning oldida Alloh bilan munojat qilyapman degan bu narsaga kela olsak, namoz oldirmay o'qiymiz. Masalan, biz bir mudirni oldiga kelgan vaqtimizda chiketkil oldiramdik. Unaga hojatimiz var. Onundan so'raydigan har xil narsalarimiz var. Chiketkil oldiramdik. Asla oldirmaymiz. Biz ana shu iddiaga, ya'ni birinchi bosqichni yaxshi qilgan vaqtimizda namozni oldirmaymiz. Rukuga varli, sajdaga varli, sajda qilib qo'ymaymiz. Bu masala ko'pinchalarning jiqqa men diqqat qildim. Sajdaga borgansizlar qo'y. Allohning bundan namozga hech bir ehtiyoji yo'q. Bir odam ana shunday namoz o'qidi aytdilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima dedi? Irji fa innaka lam tusalli. Qaytqan. Sen namoz o'qimading dedi. Namoz o'qigan bo'lmasa, qanday o'qigan? To'xtadan chiqqandek sajda qildi, qopdi. Ruku'mi tuzuk bormadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu odamni sen namoz o'qimading dedi. Shunga uchinchi qilib o'qigan namozimizni temkinlik bilan o'qiylik, ruku'ga joyida borli, sajdada turli. Chunki sajda degan Alloh eng yaqin bo'lgan vaqtimiz, duo qildigan vaqtimiz, qiyinchiligimiz bormi, tilakimiz bormi? Ana shu sajdada qilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Inson Robbiga eng yaqin bo'lgan vaqt sajda qilgan holda dedi. To'rtinchi qilib namoz o'qigan vaqtimizda faqat sajda qilingan o'rin qarash. Amaliyotda bu namozning bir talabi. Lekin ko'pincha hollarda namoz vaqtimizda u yoqqa, bu yoqqa va yoki osmonga va yoki udulga qarab har xil xiyollarni qilsak, vaqt namozga xushuk yo'qolib ketadi. Shuning uchun namozda sajda qilgan yerimiz qaraymiz, boshqa qaramaymiz. Ammo Ka'baning tubida bo'lib qolsak, Ka'baga qaraymiz. Chunki Ka'ba Allohning uyi bo'lg'achqa, u yoqqa qarasak, yana bizni vasvasa har xil fikrlar qilib qolmaydi. Ammo Ka'bada bo'lmaydi ekanmiz, sajda qilingan o'rin qaraymiz. Beshinchisi, namozda ortiq xiyol va vasvasalardan saqlashimiz kerak. Buni mu qanday saqlaymiz? Birinchi bosqichdan saqlaymiz. Men hozir Allohning oldida turyapman. Men Allohning oldida turib boshqa xiyollarni qilib yursam bo'lmaydi. Allohning oldida turib pul sanasam bo'lmaydi, pul sanasam bo'lmaydi, hisob ishlasam bo'lmaydi, boshqa xiyollarni qilsam bo'lmaydi. Men hozir Alloh bilan paranglashayapman, Alloh bilan munojat qilishyapman degan bu ideya kelsak, undan keyin biz namozdagi xiyol va vasvasalardan saqlanamiz. Ammo ba'zi bir insonlar vasvasa bor. Nayt ig'ir. Shayton ig'ir qilib qildi bu odamlarni. Qanday desanglar, namozda turadi, qilisi kelmagan yomon xiyollar keladi. Qabih xiyollar keladi. Eng nachar xiyollar keladi. Bunda vaqtda a'udhu billahi minash-shaytonir-rojim deb sol tarafiga 3 qatim yengil shaklda tükürvetse şeytanın vesvesesinden kurtulalaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ko'rsatmasi bu. Şunun için hammamiz bundaki namazımızı bir tekshirib, namazımda xushu' bormi? Bunga bir qarab, yuqorqi bash usulan namazimizdagi xushu' narsa keltirishga tirishaylikki, namazimiz sahobalar huzur bo'lgandek bizga huzur bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam xushallik manbasi bo'lgandek, xushallik manbasi bo'lsin. Ondan keyin biz islomning asosining ikkinchi huluni, ikkinchi asos qismini sog'in bo'lamiz. Uchinchi qilib zakat berish.
Biz zakat haqida tafsili ayrim maqsad dars so'zildik. Zakat bir musulmonninki ig'izdan chiqqan gapi bilan amaliyatining rost va yoki yolg'onligini ayiradigan bir o'lcham. Bir odam men Allohga ishonaman deydi. Allohni yaxshi ko'raman deydi. Oxirat kuniga ishonaman deydi. Unda bo'lsa, ma bir uch yurakda bo'lgan pulingizni Alloh yo'lida sarf qiling degan bu buyruq amal qila olsa, bu degan gapidir rost. Unda bo'lmaydi ekan, sizning qilgan gapingiz faqat ig'izingiz bilan degan gap. Shuning uchun munofiq eng ig'ir keladigan ikki amal bor. Birisi nima? Zakat, yana birisi jihad. Birisi malga taqishidi, birisi canğa. Mush ikki imtihonni o'talgan odam haqiqiy musulmon bo'ladi. Mush ikki imtihonda qiynalgan odamdan nifoq bo'lgan bo'ladi. Mush ikki imtihonni o'tamagan odam, zakat bermagan odam, jihadni yomon ko'rgan odam munofiq bo'lish ehtimoli intayin yuqori bo'ladi. Shuning uchun zakatga asla va asla sal qarshi bo'lmaydi. Hatto bu insonning qalbidagi nifoqni tozalaydi deydi olimlar. Nimishqa? Nifoq bilan infoq ikkisining yiltizi so'z yiltizi bir deb qaraydi. Bir odam qalbida shunday nifoq borligini his qilib qolsa, chunki ba'zi vaqtda musulmonning qalbiga nifoq kirib qoladi. Bu odam Alloh yo'lida chiqib qolsa, bu qalbidagi nifoqni tozalaydi deydi. Shuning uchun zakatga asla va asla sal qarshi bo'lmaydi. Ba'zi kishilar, ba'zi qarindoshlarimiz zakatni ya to'g'ri tushunmaganlikdan va yoki o'zini aldab o'tkazish uchun zakat masalasida bunday masala qarashadi. Qanday desanglar, Ramazon kelsa zakat bermaydi, ammo uni buni chaqirib mehmon qiladi, iftor qiladi. Mushuning bilan o'zini zakat bergandek his qiladi. Amaliyotda hech qaysi hisob emas. Chunki zakatning o'lchami va vaqti va Alloh taolo bekitgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bayon qilib bergan o'lchami va bir odamning qo'lida pul 85 grammning qimmatiga yetgan bo'lsa, asli hojatlaridan, zur bo'lgan hojatlaridan eshib, qo'lda bor naq pul 1 yil o'tib az qolmay ana shu 85 gram oltinning qimmatini tushib ketmagan bo'lsa, zakat farz. Namoz qanday farz bo'lgan bo'lsa, shunda farz. Qanday qaraymiz? 40 ga 1 ayiramiz. 40 ming dollar bo'lsa, 1000 dollar ayiramiz. Qur'on Karimda ko'rsatgan 8 turk urun bor. Bu shunga kim tushsa, shunga beradi. Allah Taala Qur'on Karimda uçlab qo'ydi. Innama sadaqatu lil fuqara. Zakat birinchidan faqirlarga, ya'ni hech nimasi yo'q odamga, ikkinchidan miskinlarga, ozroq bir narsa, lekin qiyinchilik odamga, uchinchidan zakat yiquvchi xodimlarga, to'rtinchidan qalbini islomga moyil qiladigan kishilarga, ya'ni zakat bersak islomni iliqligini yetkazib, musulmon bo'lish ehtimoli va yoki islomning qiladigan zarini to'sqiladigan bu shunday odamlarga, undan keyin qullarga, qulni azod qilishga, qarzga tushib qolgan qarzdorlarga, Alloh yo'lida kishilarga, ya'ni mujahidlarga va musofirlarga, yurtidan uzilib qolgan musofirlarga mana shu 8 turk urunga beriladi. Faridatan minalloh. Bu Allohning belgilemasi deb qo'ydi Alloh taolo. 8 turkni boshqa belgilanmaydi. Xohlagancha ijtihod qilsak bo'lmaydi. Buni tafsilotini biz boshqa zakat darsida so'zlab bo'lgan boshqa bu yerda kengayib to'xtalmaymiz. Ammo shu esimizda bo'lsinki, biz zakatni mutlaq berib o'tmaymiz. Alloh taolo Qur'on Karimda dedi, qarz hasana dedi buni. Qarz bu, Allohga beradigan qarz. Qarz degan qaytmamdi? Qaytdi. Biz zakat berdik degan bilan Alloh taolo uni hasilab qaytarib turadi. Bundan emin bo'lsak bo'ladi. To'rtinchisi, ya'ni islomning asoslarining to'rtinchisi bo'lsa, haj qilish. Qodir bo'lalsak, Alloh taolo mol dunyo bergan bo'lsa, yo'l ochilgan bo'lsa, boshqalarning ustimizda suylab turgan, qistab turgan qarzi bo'lmasa, Alloh yo'lida haj qilish bir musulmonga farz. Imkonimiz bo'lmasa, pulimiz yo'q, pulimiz bo'lsa-mu yo'limiz yo'q, pasport yo'q, va yoki pulimiz bor, pasportimiz bor, bermasam bo'lmaydigan qarzim bor, uni bersam borolmayman. Bunda ahloq qas farz emas. Unda bo'lmaydi ekan. Bir odamniki sabab soldi, hajga kechirish qat'iy bo'lmaydi. Namoz qanday farz bo'lsa, hajmo shundaq farz. Alloh taolo Qur'on Karimda "Valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a alayhi sabila" qodir bo'lgan odamga haj qilishni farz qilib Qur'on Karimda bekitdi. Shundaqla bu haj degan bir odam haj qilgandan keyin onasining tug'ilgan vaqtida kichik bola qanday ma'sum, qanday pok bo'lsa, butun gunohlarimizdan bizni poklaydigan bir ibodat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Man hajja lillah falam yarfuth va lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu" dedi. Qanday bir odam Alloh uchun haj qilgan bo'lsa, ismimni uzartay va yoki hojimken desin emas, Alloh uchun haj qilgan bo'lsa, gunoh so'zlarni qilmagan bo'lsa, gunoh ishlarni qilmagan bo'lsa, u xuddi onasining tug'ilgan o'xshash pok holda qaytadi dedi. Ammo nafl haj masalasi-chi? Bir qatim haj qilib bo'lganlar-chi? Masalan, bugungi kunimizda ba'zi kishilar bor. Haj mavsumi kelsa turolmay qoladi. U yerga qalbi bog'lanib qolgan. Endi bu odam amal ibodatni o'zining hissiyoti bilan, tuyg'usini emas, men islom ko'rsatgan buncha qilaman deydigan yoki kelgan bo'lsa, agar siz bir qatim farz haj qilib bo'lgan bo'lsangiz, nafl haj qilgan pulda bir boytoqni o'ylantirib qo'ysangiz, uning savobi texmi katta. Nafl haj qilgan pulda bir o'qiyanmay qolgan bolani o'qish pulini to'lab bergan bo'lsangiz, uning savobi texmi katta. Nafl haj qilgan pulda, yana haj qilaman deb pulni buzmay, bir ijrosini to'layolmay qolgan uning ijrosini to'lab bergan bo'lsangiz, buning savobi texmi katta bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni aldab ibodat qilishdan saqlanib, bir qatim haj qilib bo'lgan bo'lsak, takror haj qilavermaydi. Uning pulida boshqa qilayli. O haj maydonini bir oz kengroq qo'yayli. Haj qilmaganlar bo'lsin, adam qistalmasin, adam o'ldan bunday ishlar kep chiqmasin. Ammo farz haj masalasida hamma odam buningda imkoni bo'lsa berish lozim. Yuqoriqi nafl haj masalasi. 5-inchisi, ya'ni islomning asosining 5-inchisi bo'lsa ro'za tutish. Ro'za tutish amaliyotda Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim degandek bizning taqvoligimizni oshiradigan, nafsimizni tizginlaydigan, irodamizni ching'itadigan bir ibodat. Qanday bir odamning irodasi bo'sh, nafsini tizginlayolmaydi deydi ekan, bu odam nafl ro'za tutish orqali o'zining irodasini ching'ita oladi. Nafsini kontrol qila oladi. Bu sababdan Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey Alloh ishongan kishilar, sizlarga ilgari kishilarga o'xshash ro'za farz qilindi, nimishqa taqvodor bo'lish uchun. Ro'za insonni taqvodorlikka yetildiradi. Chunki nafsini kontrol qilishni o'rganadi, irodasini
kontrol qilishni o'rganadi. Xulosalasak, yuqorqi 5 asas hammasining o'z oldiga ayrim xususiyati bor. Masalan, namoz desak qanday ibodat bu? Badaniy ibodat. İnsan beden bilan qiladigan bir ibodat. Shundaqla Alloh taolo buyurgan qiladigan ibodat, tashlaydigan emas, qiladigan ibodat. Ikkinchisi zakat berish. Zakat berish iqtisodiy ibodat. Uchinchisi haj, ham iqtisodiy, ham badaniy ibodat. Bu xuddi bir jihodga o'xshaydi bu. Xuddi bir musulmonga nisbatan bir manevrga o'xshaydi. Haj qilgan odam balkim jihodga bo'la olishi mumkin. Chunki shu 5 kun bo'lsa, uning jafosi nayeti eg'ir. Oxirida ruzish bo'lsa, insonning irodasi kuchlantirilgan, ruhiy qartilgan bir ibodat. Hammasining o'z oldiga xususiyati bor. Shunga farz ro'zadan boshqa odatda nafl ro'zani tirsak bo'ladi. Chunki nafl ro'za insonning nafsini kontrol qiladi, irodasini changitadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom har dushanba, payshanba ro'zasini asla va asla tashlamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bu vaqt so'ralgan vaqtida tu'radul a'mal yawmil ithnayn va yawmil khamis. Qilgan yaxshi amallarimiz Alloh taolaga dushanba va payshanba kuni ko'tariladi. Men mushu amallar ko'tariladigan kunda ro'zador bo'lishni yaxshi ko'raman deydi. Şunun için bu nafl roza ama İslam üstüge kurulgan farz rozası olsa yılda bir qatim kıldıgan Ramazan rozası. Demek mana şu yuqorqi 5 asasının üstüge İslam kuruldu. Yani biz yuqorqi 5 asasını qilgandan keyin İslamның asasını sağgan bo'lamiz. Onun üstüge bizning qilgan yaxshilarimiz, o'qishlarimiz, Alloh yo'lida qilgan tijoratlarimiz, Alloh yo'lida baqqan ballari, ayol xonimlarimizningki va shundaqlar rost so'zlarimiz, go'zal axloqimizning hammasi shu 5 asasning üstüge kuruldu degan. Şu an İslam'da ibaret bu binarımız müstehkem olsun dedikimiz bunun asasını puxta tutuşumuz gerek. Allah subhanahu wa taala hammamizga iman ata qilsin. Bu İslam binarimizningki pulini tehi mustahkam saqlab nisib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah